chiqishi 16-17 asrga teng ekan bu Tungi mozor bosida. Kelib chiqishi. Mana shu ikkita tungi bor, hozir ko'rsataman. Bitta nimasi bor, haligi ikkita nimada aytishgan. O'sha bo'ytamiz qaragan. Hozir men bilimman 200 yildan oshdi endi buni. Bilganlarning nimasi bo'yicha gap so'z bo'lib keladi. O'sha bir avliyo bor ekan deydi, quvib kelishganda o'sha tutib bo'lgan ekan daraxtni deydi. Kirib olgan ekan kavagiga, amayda bo'lib. Shuni aralashganda qiyqirib hali qon oqqan ekan deydi. Tiriki o'sha nima deydi? Keyin bir ikki o'sha bo'ytam gapirib bergan. 5-sinfdami, 6-sinfda oldin mana shu yerda xo'jalik bo'lgan ekan, qush gapirish yerda bo'lgan ekan. Mozorboda nimada sirk mozor bo'lsa Navro'zlari. O'shanda ketyapti turib mana shu yerdan puli yo'q, boshqasi hamma bo'ladi. Ketyapti deydi, chol shu tarif degan ekan, mana shu yerda buloq bo'lar ekan. Endi bo'ytamda aytib berishicha buloq chiqar ekan, jida bor, jidanda edi. Suvni olib kelsam deydi, haligi choli yo'q deydi. Keyin suvni irg'itib sharang qilib deydi, suv shu idishga to'kildi deydi. Keyin shu idishda tikka turgizib nima qilsam, ichida tanga bor ekan. Tangani olib ketaverganman, xursand bo'lib deydi. O'sha paytda. Bittasi yana kelib chiqishi, o'sha oldin ariqlar ko'lardi ekan. Shu qishloqda hashar bo'lib ko'lashganda so'qotib qishda o't yoqishar ekan-da. O't yoqqanda yonmay chiyqirab paydo bo'lavergan ekan, yonmasdan. Tirik qo'yib ekanda olib kelib ekishgan ekan. Nima ko'mishgan ekan. Shu men o'zim 45 ga kirdim, bo'ytam 98 ga kirib o'tdi. 200 yil o'yapti. 200 yilda bag'ida birata temirni deb suqib qo'ysangiz ham yerga zanglaydi. Bu hozir ko'rsataman, ikkita tungi bor. Buni ustini bekitib qamizsak, bekitkizmadi aylanib. Ustini qo'yib qo'yasiz, tagigacha bosib nima qilasiz. Havo kirmasa yo'g'ib bitmasin deb. Shu 200 yilda bag'ida shu tungi borda yo chiramaydi, yo qurt yemaydi, yo to'kilmaydi. Kecha kuni ham ikkita odam keldi, nimadan ekan, qo'qonliklar ekan. Ularga ham bittasi shu kez chiqarib kelasiz, kasal bo'lib yotgan ekan. Sizlarni olib kelib nima qilib ketdi, keyin ochib ko'rsatdim-da ularga. Ko'rsasam videolarga olib, haqiqatda shuncha yildan beri bo'lsa-da qimillatib ham ko'rsataman. Qimillatmagan haqiqatda Xudo qudratiga tan berish kerak ekanini ketishdilar. Ashi endi kelib chiqish shu. O'zi hozir 1 oy bo'ldi o'sha Tashkentdan kelishdi. Kitobda o'sha eski Ipak yo'li bo'lgan ekan. 17-18-asrlarda u aka. Mana shu katta Ipak yo'li o'tgan ekan. O'sha Turkiy nimada Arabistonda, hozir Eronda kitobi bor ekan, 18-yil katta o'sha yo'l karvon nimalarining kitobi bor ekan. O'shanda bu Tungi Gota mozori bor ekan. Eski nimada o'shani kelib ko'rib ketishdi Tashkentga. O'sha malakaga nimaga olib borganda ko'rsatibdi. Bu eski. Mening o'zim 16-17 asrda ham yozishsa, 18-19 dur desam, haqiqatda u kelgandan keyin buni bildirdi. U odamlar ham aytibdi, biz kitobdan, nimadan, dokumentdan qarab yozamiz. Internetda qidirdim, 17-asr. Arabiyani aytmayapti, 17-asr. 16-17 ga tegishli deb yozganda u ikki ham nari qabristoni bor. Bet mozori bo'lgan o'sha. Ag'iga qabriston qo'ygan o'ka dumba qilib. Hozir ko'l bo'lgan ekan, metlar ko'tarib tushgan ekanlar. Odamlarda suv ichida bo'lmasin deb dumba qilib qo'yilgan ekan. Betam oldin dumba edi. Keyin atroflarini surib, uni qilib o'zlashtirib nima qildik? Sho'r hech bola ko'rmaydigan nima edi. Endi mana tollar ko'karib, sekin nima qilyapmiz. O'tgan yillar ham o'tkazib qo'ydik. Mana sizlarga tunga ko'rsangchi. Ashag'ini ochib. Mana. Bismillah. Mana tunga mana 16-17 asrga tegishli dedi. Endi men qachon qo'yilganini bilganim shu 150 yilda bag'idagi narsa shu. Endi biz bilga to'shni bilganimiz. Nimaga bo'ytam ham bilinman deb qo'ygan. Bo'ytam 98 ga kirib o'tdi. Bo'ytamdan keyin mana men 45 ga kiryapman. Mana shu tunga yo bir chiramaydi, yo bir qimirlamay qarang. Juda baquvvat bir laylaqa nimasi bor, hayron bo'lasiz. Bu atroflari o'sha Raslaka hoji raisidir. Raisligida qilingan. Mana shu nima bo'lib, bo'ytamda nimasi bo'yicha bo'lgan. Tepasini
2000-yilda qilgan bo'lsa kerak tepasi. Yo'l ham yo'q edi, mana undaqa yo'llarda qilgan sekin-sekin suv ichib boshqa o'zlashib boryapti, xudo xolasa. Ana shunga qarab yozaverasiz. 17-asrga tegishli bo'lsa ham, 17-asrda o'sha Ipak yo'li o'tgan ekan, Qo'shkampir qishlog'i bo'lgan ekan, bitta. Qo'shkampir qishlog'ida mana shu nimalar, mana shu yerga qo'yilgan ekan. U birlashganliklar ham, eskilar ham bilar ekan, katta nimalar, chollar. Borib so'rayman-da, so'rang, bilganingiz yozing dedi kelib. So'rasam o'sha birlashganliklar ham shu yerga qo'yilgan ekan. Katta oldin Xayra qoshdan ham mana shu yerga qo'yilar ekan. Xayra qoshdan ham bitta bo'lgan ekan-da oldin endi. Yaqin bo'lgan ekan. Mana u nimalarga shu yaqinda chiqqanmiz dedi, asha asfalt bo'ylariga. Qo'shkampir sekin-sekin ko'chib o'sha chiqqan. Onlar asli shetda. Asli shet qishloq bo'lgan ekan. Ana shu yerdan katta Qo'qonga o'tgan buyuk Ipak yo'li deydi ekan, o'sha Ipak yo'li bo'lgan ekan. Mana shu yerdan o'tib ketgan ekan. O'shanda bit mozor bo'lib nima bo'lgan ekan. Ertami qayerda turdi, o'sha yerda katta chol karvonsaroy ham bo'lgandi. Endi u narigi firmani oldida bo'lgandi. Bilardagi masjidga o'xshab katta bino bo'lgan ekan. O'sha oldin mashinalar yo'q bo'lganmi? Karvon otlar nimalarni o'sha yerda dam olishib, o'sha yerda hashak yem sotar ekan, otlariga berib yegizib ketishar ekan yo'l qo'yib. Shuni gapirib bergan.